Qarovisini olib keldim. Voy, siz ham ish qilasizmi yo faqat alchayib yotasizmi deganlar uchun. Paxtadek yumshoq, necha kun tursa ham qotmaydigan, hattoki pitsa, non, ponchik pishirsa ham bo'ladigan universal bulchka retseptini o'rgataman. Tuxum, shakar, eritilgan margarin, ketidan iliq sutni solib aralashtiramiz. Unga dro'jji solamiz. Dro'jji har doim yeng ishlatilsa, shundagina xamiringiz ideal darajada oshadi. Boyagi tayyorlangan massamizni quyib, yumshoq xamir qorib olamiz va 1 soatga oshirgani olib qo'yamiz. Shakar, un, margarin solib, kroshka tayyorlab olamiz. Xamirimiz oshgach, mushtlab yana 20 minutga oshishga olib qo'yamiz. Nachinkalarni ketma-ket tayyorlab olamiz. Shakar, koritsa, olcha shakar, kraxmal. Xamirimizni kerakli o'lchamda olib, xohlagan nachinkada va shaklda birin-ketin tayyorlashni boshlaymiz. Tuxum sarig'ini surib, oldindan qizdirilgan pechkada 270 gradusda 20 minutdan pishirib olinadi. Mana, bir-biridan chiroyli bulchkalarimiz tayyor. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring.